Odam bilan odam sudlashishi mumkin, lekin ari odamni sudga berganini eshitganmisiz? Assalomu alaykum. Bu multahlilning navbatdagi soni. Gap nima haqida ketayotganini bilishdan oldin kanalimizga obuna bo'ling. Chunki o'zbek tilidagi bunaqa tahlilni boshqa ko'rmasligingiz mumkin. B-Movie yoki o'zbekcha nomi bilan Arilar isyoni 2007-yilda DreamWorks tomonidan yaratilgan animatsion komediya. Film bosh qahramoni Barry Benson ismli yosh ari. U universitetni bitirib, asal fabrikasida umrbod ishlashni xohlamaydi. Chunki u insonlar arilarning mehnatini qadrlamasdan asalni olib ketishlarini bilib qoladi va ularni sudga beradi. Bu holat tomoshabinga kulgulidek tuyulsa-da, mehnatning qadri, tabiat bilan muvozanat va hattoki kichkina mavjudotlar ham katta o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Ya'ni multfilmning asosiy falsafasi har kimning mehnati qadrlanishi kerak. Barry insonlarga qarshi chiqadi, ularni yomon ko'radi, lekin vaqt o'tib biladiki, ularning orasidagi aloqa buzilsa, gullar so'lib, tabiat zanjiri izdan chiqadi. Bu orqali esa tabiatni asrash har bir jonzot sog'ligi uchun muhim ekanligi anglatiladi. Qiziq tomoni, multfilm mazmunan qanchalar boy bo'lmasin, kassalarda katta muvaffaqiyatga erishmagan. Ammo yillar o'tib u internetda memlarga aylangach, mashhurlikka erishdi. Masalan, mana bunisini aniq ko'rgansiz. Axir hozir tanlagan kasbingizda umringizni oxirigacha ishlashingizga to'g'ri keladi. Hayotni oxirigacha bitta ish? Buni bilarmiding? Nima farqi bor? Nima, bizni o'lgunimizcha ishlatmoqchimisizlar? Harakat qilamiz. Film texnik jihatdan ham puxta ishlangan. 3D animatsiya, yorqin ranglar va har bir ari-ini detali mukammal. Dublyaj esa komediya yulduzi Jerry Seinfeldga tegishli. Qo'shtirnoq ichidagi botanik va vatan bo'lish niyatim yo'q, lekin o'zimizga vijdonan savol beraylik. Vatan uchun shu arichalik qayg'uryapmizmi? Multfilm asl maqsadi ham shu savolni o'zimizga berishga majbur qilish. Ya'ni u arining g'alabasi emas, odam vijdonining uyg'onishi haqida. Oddiygina bitta chiziq devor deb atalishi mumkinmi? Ha, qachonki u yo'l belgilarini anglatsa. Sezganingizdek, ikkinchi tahlilimiz avtosarguzashtlar haqida. Animatsion serialning Devor nomli qismida bosh qahramon Mitti Matiz onasi bilan yo'lda ketayotganda o'rtadagi chiziqni ko'radi. Bo'sh chiziqlarni bosish mumkin emas. U devor. Har narsaga qiziquvchi Matizvoy xayolida chiziqni devor deb tasavvur qiladi. U chiziqqa yaqinlashib urilib ko'radi. Devor buzilib ketadi. Xayollariga ishonmasdan bitta chiziq qanaqasiga devor bo'lishi mumkin deb o'ylab qoladi. Natijada shu oddiygina chiziq Matiz uchun katta sarguzashtga aylanadi. Keyingi kuni do'sti Qizil Damas bilan yo'lda ketayotganda ular yana chiziqqa duch keladi. Matiz oyisining gapini do'stiga aytib beradi. Damas kulib bosib ko'rgin, hech narsa bo'lmaydi deydi. Matiz qo'rqadi, lekin qiziqish ustunlik qiladi va chiziqni bosadi. Oyim o'tma degan. Oying ko'rmaydi, o'taver tezroq. O'ta qol. Voy, bugun tegmadimi? Bu sahna bolalarga xavfni sezish va chegara hayot uchun muhim ekanligini anglatadi. Dadasi Malibu esa Matizning yon oynasini tuzatib beradi. Men unga aytdim, chiziqdan o'tma deb. O'zing-ku, devor yo'q, o'tsa bo'ladi degan. Bahslashmanglar. Lekin rostdan ham devor yo'q edi-da. Malibu bolalarga devor deganda g'isht devor tushunish kerak emasligi, bu chegara, narigi tarafda nima bo'lishini bilib bo'lmasligini tushuntiradi. Bu sahna multfilmning asosiy nuqtasi bo'lib, kichik ammo ziyrak bolalar xatolari va yo'l belgilarini tushunadi. Yo'lning o'z tili bor. Bu belgilar orqali yo'l sen bilan gaplashadi. Faqat to'g'ri o'qishni bilish kerak. Endi hammasini tushundim. Tahlilimiz so'ngida o'sha gap. Multfilm faqat bolalar uchun emas, ichki bolaligini yo'qotmaganlar uchun hamdir. Agar siz aynan shunday insonlar qatorida bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting. Stop olindi.